Erkaklar namozni jamoat bilan masjidda ado qilishlari sunnatdir. Zero hadis sharifda jamoat namozi yolg'iz o'qilgan namozdan 27 barobar darajasi baland bo'lishi qayd qilinadi. Bunda farz namozlari imom boshchiligida o'qiladi. Imomga ergashuvchilar niyat oxirida ushbu imomga iqtido qildim deya qo'shimcha qiladilar. Ayollar namozni uylarida yolg'iz o'qishlari sunnatdir. Peshin namozining avvalgi 4 rakat sunnati uchun quyidagicha niyat qilinadi. Niyat qildim peshin namozining 4 rakat sunnatini o'z vaqtida yuzimni qiblaga qaratgan holatda xolis Alloh uchun ado etmoqlikka deb qo'llar ko'tarilib Allohu akbar deb namoz boshlanadi. Sunnat namozi boshidan oxirigacha ovoz chiqarmay ichda o'qiladi. Niyat qilgandan so'ng qo'llar quloqqacha ko'tarilib Allohu akbar deya takbir aytiladi va qo'llar quyidagicha bog'lanadi. Avvalo sano duosi o'qiladi. Keyin Fotiha surasi, so'ng Zam surat o'qiladi. Allohu akbar deya rukuga boriladi. 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. So'ngra Allohu akbar deb tik turiladi. Ikkinchi rakatda ham avval Fotiha bir sura o'qiladi. So'ng Allohu akbar deb rukuga boriladi. 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ng sajdaga boradi. Ikkinchi sajdadan so'ng qa'daga o'tiriladi. Qa'dada tashahhud duosini o'qiydi. So'ng 3-rakatga turadi. Fotiha surasi, Zam surat o'qiladi. Undan so'ng rukuga boriladi. Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdadan so'ng Allohu akbar deb 4-rakatga turiladi. Avval Fotiha surasi, so'ngidan bir sura o'qiladi. So'ng Allohu akbar deb rukuga boriladi. 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ng Allohu akbar deb sajdaga boradi. Sajdada odatdagidek 3 marta Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Keyin Allohu akbar deb o'tiradi. So'ng Allohu akbar deb ikkinchi sajdaga boradi. Ikkinchi sajdada ham 3 marta Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Ikkinchi sajdadan so'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Qa'dada o'tirish chog'ida avval tashahhud, so'ngra salovat o'qiladi. Salovatdan so'ng quyidagi duoni o'qishlik sunnatdir. Undan so'ng ikki tarafga assalomu alaykum va rahmatulloh deya salom beriladi va shu bilan 4 rakatlik sunnat namozi ado qilingan bo'ladi. Peshin namozining farzi 4 rakatlik, unga quyidagicha niyat qilinadi. Niyat qildim peshin namozining 4 rakatlik farzini o'z vaqtida yuzimni qiblaga qaratgan holatda xolis Alloh uchun ado etmoqlikka. Niyat qilgandan so'ng qo'llar quloqqacha ko'tariladi deya takbir aytiladi va qo'llar quyidagicha bog'lanadi. Avvalo sano duosi o'qiladi. Keyin Fotiha surasi, undan so'ng Zam surat o'qiladi. Allohu akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ngra
Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdada ham 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ngra Allohu akbar deb tik turiladi. Ikkinchi rakatda ham avval Fotiha surasi, so'ngidan bir sura o'qiladi. So'ng Allohu akbar deb takbir aytib, rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ng Allohu akbar deb sajdaga boradi. Sajdada odatdagidek 3 marta Subhana robbiyal a'la, keyin Allohu akbar deb o'tiradi. So'ng Allohu akbar deb ikkinchi sajdaga boradi. Ikkinchi sajdada ham 3 marta Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Ikkinchi sajdadan so'ng qa'daga o'tiriladi. Qa'dada tashahhud duosini o'qiydi. Tashahhudni o'qigandan so'ng 3-rakatga turadi. Keyin Bismillahirrohmanirrohim deb Fotiha surasi o'qiladi. Fotiha surasi o'qilgandan so'ng boshqa sura qiroat qilinmay, to'g'ridan to'g'ri Allohu akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdada ham 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. Keyin Allohu akbar deb 4-rakatga turiladi. Fotiha surasi o'qilgandan so'ng boshqa sura qiroat qilinmay, to'g'ridan to'g'ri Allohu akbar deb rukuga boriladi. 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ng Allohu akbar deb sajdaga boradi. Sajdada odatdagidek 3 marta Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Keyin Allohu akbar deb o'tiradi. So'ng Allohu akbar deb ikkinchi sajdaga boradi. Ikkinchi sajdada ham 3 marta Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Ikkinchi sajdadan so'ng qa'daga o'tiriladi. Qa'dada o'tirish chog'ida avval tashahhud, so'ngra salovat o'qiladi. Salovatdan so'ng quyidagi duoni o'qishlik sunnatdir. Undan so'ng ikki tarafga assalomu alaykum va rahmatulloh deya salom beriladi. Shu bilan peshin namozining 4 rakat farzi ado qilingan bo'ladi. 2 rakat peshinning sunnati, unga quyidagicha niyat qilinadi. Niyat qildim, peshin namozining 2 rakat sunnatini o'z vaqtida xolis Alloh uchun ado etmoqlikka yuzimni qiblaga qaratgan holatda. Shuni ta'kidlash kerakki, sunnat namozi boshidan oxirigacha ovoz chiqarmay ichda o'qiladi. Niyat qilgandan so'ng qo'llar quloqqacha ko'tarilib, Allohu akbar deya takbir aytiladi va qo'llar quyidagicha bog'lanadi. Avvalo sano duosi o'qiladi. Keyin a'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahirrohmanirrohim deb Fotiha surasi o'qiladi. Fotiha surasi o'qilgandan so'ng Zam surat o'qiladi. Undan so'ng Allohu akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdada ham 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ngra Allohu akbar deb tik turiladi. Ikkinchi rakatda ham
Avval Fotiha surasi, so'ngidan bir sura o'qiladi. So'ng Allohu akbar deb takbir aytib, rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ng Allohu akbar deb sajdaga boradi. Sajdada odatdagidek 3 marta Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Keyin Allohu akbar deb o'tiradi. So'ng Allohu akbar deb ikkinchi sajdaga boradi. Ikkinchi sajdada ham 3 marta Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Ikkinchi sajdadan so'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Qa'da paytida quyidagi tartibda o'tirish lozimdir. Qa'dada o'tirish chog'ida avval tashahhud o'qiladi. So'ngra salovat o'qiladi. Salovatdan so'ng quyidagi duoni o'qishlik sunnatdir. Undan so'ng ikki tarafga assalomu alaykum va rahmatulloh deya salom beriladi va shu bilan 2 rakatlik sunnat namozi ado qilingan bo'ladi.